farzandim bilan shug'ullanishni xohlayman, lekin o'yinchoqlar qimmat deydigan onajonlarimiz uchun menda zo'r layfhak bor. Kutmagandinglar. Bitta tuxum qutisimi, kartonimi? Sizlar shuni kommentariyada yozib turing, men ungacha sizlarga zo'r layfhak ko'rsataman. Qutini kesib olamiz va bizga kerak bo'ladi rangli bo'yoqlar, muzqaymoq cho'pi va gubka. Sizlar xohlasanglar kesichka olsanglar ham bo'ladi. Birinchi bo'lib qutimizni rangli bo'yoqlar bilan bo'yab olamiz. Mana men bo'yab oldim. Qutimiz qurgunicha rangli qog'ozdan gul yasab, boyagi cho'plarimizga yopishtirib chiqdim. Endi qaychi kerak bo'ladi bizga. Men o'rtasini teshib chiqamiz. Mana men teshib chiqdim hammasini. Endi gullarimizni tiqib chiqamiz. Ranglariga boshlab sariqqa sariq, yashil, yashil, endi orange, ko'k, sariq, oxirgisi siyoh rang. Qani qarang. Fikrlash, diqqat va fantaziyasi kuchayadi. Eng muhimi farzandingiz nima qilayotganini so'z bilan ifodalaydi. Shunday qiziq mashg'ulotlarni o'tkazib bormaslik uchun bizga obuna bo'ling, like va kommentariyalarni ayamang.